Bugungi mavzu juda muhim. Bank kartasi ishlatadigan har bir odam, uy, kvartira, yer, do'kon yoki boshqa ko'chmas mulk egasi bo'lgan har bir fuqaro bu ma'lumotni bilishi shart. Chunki yangi tartiblar oddiy odamning kundalik pul o'tkazmalari, kartaga tushadigan mablag'lari, mulk oldi-sotdisi, ijara daromadi, meros va sovg'a masalalariga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz menda hammasi joyida, menga tegishli emas deb o'ylasangiz, aynan shu beparvolikdan bank kartangiz bloklanishi, soliq savollari kelishi yoki mulk hujjatlarida muammo chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Men bu masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa bo'ladi? Qanday holatda bank yoki soliq organlari savol berishi mumkin? Ko'chmas mulk egalari nimalarni tekshirishi kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilgan odam keyin ortiqcha jarima, tekshiruv va asabiylikdan saqlanadi. Oldin ko'pchilik bank kartasini shunchaki shaxsiy pul aylantirish vositasi sifatida ko'radi. Masalan, bir odamning kartasiga qarindoshi pul yuboradi, do'sti qarzini qaytaradi, mijoz to'lov qiladi, ijarachi ijara pulini o'tkazadi. Yoki uy sotishdan avans keladi. Ko'p hollarda hech kim bu pul qayerdan keldi, nima uchun keldi, hujjati bormi, soliq aloqasi bormi deb chuqur o'ylamasdi. Ko'chmas mulk bo'yicha ham shunga o'xshash holat bor edi. Kimdir kvartirasini ijaraga beradi, lekin shartnoma qilmaydi. Kimdir yer yoki uy oladi, lekin pulning bir qismini naqd beradi, bir qismini kartaga o'tkazadi. Kimdir mulkni boshqa odam nomiga rasmiylashtirib qo'yadi. Kimdir eski uyda yashaydi, lekin kadastr hujjatlarini yangilamaydi. Bu holatlar avval ham xavfli edi, lekin amalda ko'p odamlar bunga jiddiy qaramasdi. Endi vaziyat o'zgaryapti. Davlat organlari, banklar, notariuslar kadastr tizimi va soliq ma'lumotlari tobora bir-biriga ulanib bormoqda. Ya'ni bir joyda ko'rinmagan narsa boshqa tizimda ko'rinadi. Masalan, sizning nomingizda 2 yoki 3 ta uy borligi, kartangizga har oy bir xil miqdorda pul tushayotgani, tez-tez katta pul kirib chiqayotgani, mulk sotib olganingiz, lekin rasmiy daromadingiz bunga mos kelmasligi, bularning barchasi savol tug'dirishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitish uchun gapirmayapman. Maqsadim aniq, qonuniy ishlagan, hujjatini to'g'ri qilgan odam xavotir olmaydi. Lekin hamma shunday qiladi. Kartaga tashlayver. Shartnoma shart emas. Notariusda kamroq summa yozamiz degan yondashuv endi jiddiy xavfga aylanmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, moliyaviy harakatlar va mulkiy holat o'rtasidagi bog'liqlik ko'proq tekshirilmoqda. Bank kartangizga doimiy tushumlar bo'lsa, bu tushum shaxsiy yordammi, qarzmi, ish haqi emasmi, savdo daromadimi, ijara to'lovimi yoki xizmat haqi ekanini tushuntira olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, oddiy holatni olaylik. Bir ayolning kartasiga har oy 3 million so'mdan pul tushadi. Izohda hech narsa yozilmagan. Pul yuboruvchi har safar bir xil odam. Bu aslida kvartira ijarasi bo'lishi mumkin. Agar ijara shartnomasi tuzilmagan bo'lsa, soliq to'lanmagan bo'lsa, keyin savol tug'ilganda bu qarindoshim yordam bergan deyish oson bo'lmaydi. Chunki muntazamlik bor, summa bir xil, yuboruvchi bir xil, vaqt ham bir xil. Bu belgilar daromadga o'xshaydi. Yana bir misol. Bir yigitning kartasiga kuniga 10-15 ta odamdan 10 ming, 100 ming, 200 ming so'mdan pul tushadi. U aslida internet orqali tovar sotadi. Lekin u o'zini tadbirkor sifatida rasmiylashtirmagan. Avval bunday holatga ko'pchilik e'tibor bermasligi mumkin edi. Hozir esa bank bunday harakatlarni shubhali deb ko'rib, qo'shimcha ma'lumot so'rashi, karta operatsiyalarini cheklashi yoki tegishli organlarga ma'lumot yuborishi mumkin. Ko'chmas mulk bo'yicha ham shunday. Agar siz uy sotib olayotgan bo'lsangiz, pul manbai masalasi muhimlashadi. Rasmiy daromadingiz oyiga 4 million so'm, lekin siz 800 million so'mlik kvartira sotib oldingiz. Bu avtomatik ravishda ayb degani emas. Balki siz yillar davomida jamg'argandirsiz, qarindoshingiz yordam bergandir. Eski uyingizni sotgandirsiz, meros olgandirsiz. Lekin buni hujjat bilan tushuntirish kerak bo'ladi. Og'zaki gap har doim yetarli bo'lavermaydi. Birinchi navbatda karta shaxsiy hisobingiz ekanini unutmang. Uni birovga berib ishlatish juda xavfli. Aka, kartangizga pul tushsin. Keyin menga chiqarib berasiz. Singlim, meniki blok bo'lib qolgan. Siznikidan foydalanib turay degan iltimoslar keyin sizning boshingizga muammo bo'lib tushishi mumkin. Chunki pul sizning kartangizga tushgan bo'lsa, birinchi savol sizga beriladi. Tasavvur qiling, tanishingiz sizning kartangizdan
2 million so'm aylantirdi. Siz bu pulga tegmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin bank ko'radi. Pul sizning hisobingizga kirdi. Keyin boshqa joyga chiqdi. Agar pul manbai shubhali bo'lsa, firibgarlik, noqonuniy savdo yoki boshqa tekshiruvga tushsa, siz men faqat yordam berdim deb qutulib qolishingiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, karta ham pasportga o'xshaydi. Uni birovga berib bo'lmaydi. Ikkinchi masala, muntazam tushumlar. Agar siz haqiqatdan ham xizmat ko'rsatsangiz, tovar sotsangiz, repetitorlik qilsangiz, usta bo'lib ishlasangiz, ijaradan daromad olsangiz, buni qonuniylashtirish yo'lini tanlang. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish yoki boshqa maqomni tanlash bu holatga qarab farq qiladi. Muhimi, kartaga tushayotgan pulning sababi aniq bo'lsin. Uchinchi masala. Izoh yozish. Pul o'tkazmalarida imkon bo'lsa izoh qoldiring. Masalan, qarz qaytarish, ijara to'lovi, sovg'a, oilaviy yordam, xizmat haqi. Mahsulot uchun to'lov kabi yozuvlar keyin vaziyatni tushuntirishda yordam beradi. Albatta, izohning o'zi hamma narsani hal qilmaydi, lekin izohsiz, tartibsiz, katta operatsiyalardan ko'ra ancha yaxshi. 4-masala. Katta summalar. Agar kartangizga birdaniga 1 million, 200 million yoki undan katta pul tushsa, oldindan hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Bu uy sotishdan tushgan pulmi? Mashina sotdingizmi? Qarz oldingizmi? Qarindoshingiz yubordimi? Meros bo'ldimi? Barchasining hujjati bo'lishi kerak. Agar qarz bo'lsa, oddiy yozma qarz shartnomasi ham vaziyatni ancha oydinlashtiradi. Agar oldi sotdi bo'lsa, shartnoma, kvitansiya, bank o'tkazmasi izoh saqlansin. Eng avvalo, kartasidan biznes uchun foydalanayotgan, lekin rasmiy maqomi yo'q odamlar xavotir olishi kerak. Masalan, uyda pishiriq tayyorlab sotadiganlar, internet orqali kiyim-kechak olib sotadiganlar, telefon aksessuarlar sotadiganlar, kuryerlik yoki xizmat ko'rsatish orqali ko'p mijozdan pul oladiganlar. Agar har kuni turli odamlardan pul tushsa, bu shaxsiy yordamga o'xshamaydi, bu yerga o'xshaydi. Ikkinchi guruh, ijaraga uy beradiganlar. Sizda kvartira bor. Ijarachi har oy kartaga pul o'tkazadi, lekin shartnoma yo'q. Bu eng ko'p uchraydigan xavfli holatlardan biri. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam ijarachi o'zimning tanishim, shartnoma shart emas deydi. Lekin bir kun kelib ijarachi bilan nizoga tushadi, pul to'lamaydi, uyga zarar yetkazadi yoki soliq masalasi ko'tariladi. Shunda shartnoma yo'qligi mulk egasining o'ziga zarar qiladi. Uchinchi guruh, nomida bir nechta ko'chmas mulki borlar. Albatta bir nechta uyga ega bo'lish qonuniy. Lekin har bir mulkning kelib chiqishi, foydalanish holati, ijarada yoki bo'sh turgani, soliqlari, kadastr hujjatlari tartibli bo'lishi kerak. Masalan, sizning nomingizda 3 ta kvartira bor, lekin rasmiy daromadingiz juda kam. Bu holatda sizdan bu mulklar qaysi mablag' hisobidan olingan deb so'ralishi mumkin. Javob tayyor bo'lishi kerak. 4-guruh. Mulkni qarindoshlar nomiga rasmiylashtirib qo'yganlar. Ayrimlar uy o'ziga tegishli bo'lsa ham, soliqdan, qarzdan, alimentdan yoki boshqa majburiyatlardan qochish uchun boshqa odam nomiga qiladi. Bu juda xavfli. Chunki hujjatda kim egasi bo'lsa, qonun oldida o'sha egadir. Ertaga o'sha qarindosh fikridan qaytsa, vafot etsa, merosxo'rlari da'vo qilsa yoki mulkni sotib yuborsa, haqiqiy pul bergan odam juda qiyin vaziyatga tushadi. Agar sizning kartangizga faqat ish haqi, pensiya, stipendiya yoki rasmiy daromad tushsa, xavotir olishga asos kam. Agar qarindoshlaringiz vaqti bilan yordam yuborsa, bu ham odatiy holat. Masalan, farzandingiz chet eldan oyiga bir marta 22 million so'm yuboradi. Izohda oilaviy yordam deb yozadi. Bu doimiy tijorat faoliyatiga o'xshamasa, odatda muammo bo'lmaydi. Agar siz uy sotgan bo'lsangiz va hammasi notarius orqali rasmiy bo'lgan bo'lsa, pul bank orqali tushgan bo'lsa, shartnomalar saqlangan bo'lsa, bu ham tushuntiriladigan holat. Agar meros olgan bo'lsangiz, meros hujjati bor. Agar sovg'a sifatida mulk olgan bo'lsangiz, hadya shartnomasi bor. Muhimi, hujjat tartibli bo'lsa, qo'rqishning hojati yo'q. Shuningdek, bir martalik katta tushum ham har doim xavf degani emas. Masalan, siz mashinangizni sotdingiz va kartangizga 1,20 million so'm tushdi. Agar avtomobil oldi-sotdi shartnomasi bo'lsa, pul o'tkazmasida izoh bo'lsa, xaridor ma'lum bo'lsa, bu normal holat. Muammo hujjatsizlik yashirish, izohsiz aylantirish va doimiy tijorat ko'rinishidagi tushumlardan boshlanadi. Ko'chmas mulk egasi bo'lgan odam birinchi navbatda kadastr hujjatlarini tekshirishi kerak. Uy, kvartira, yer yoki noturar joy sizning nomingizdami? Maydoni to'g'ri ko'rsatilganmi?
qo'shimcha qurilishlar rasmiylashtirilganmi? Eski egadan qolgan cheklovlar yo'qmi? Garov yoki taqiq mavjud emasmi? Bularni bilish zarur. Ko'pchilik uy meniki, ichida yashayapman deb o'ylaydi. Lekin hujjatda eski xatolar qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, hovliga qo'shimcha xona qurilgan, lekin kadastrga kiritilmagan. Keyin uy sotilayotganda xaridor bank krediti orqali olmoqchi bo'ladi. Bank hujjatni tekshiradi va qo'shimcha qurilish rasmiy emasligini ko'radi. Natijada bitim cho'ziladi, narx tushadi yoki sotuv umuman to'xtaydi. Demak, hujjatni oldindan tartibga keltirish mulk egasining foydasiga. Ikkinchi masala mol-mulk solig'i va yer solig'i. Ayrim odamlar kichik qarzlarni e'tiborsiz qoldiradi. Lekin yillar davomida penga qo'shilib, keyin katta summaga aylanadi. Ayniqsa, mulk sotmoqchi bo'lganingizda, meros rasmiylashtirganda yoki boshqa huquqiy harakatlarda bu qarz ko'rinishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy kabinet, soliq ilovasi yoki soliq organi orqali qarzdorlikni tekshirib turing. Uchinchi masala, ijara. Agar siz uy yoki do'konni ijaraga bergan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Shartnomada kim ijarachi, qancha muddatga, oyiga qancha to'laydi? Kommunal to'lovlarni kim qiladi? Uyga zarar yetsa kim javob beradi? Muddatdan oldin chiqib ketsa qanday bo'ladi? Bular yozilishi kerak. Ishonch bor yaxshi, lekin hujjat bo'lsa, ishonch yanada mustahkam bo'ladi. To'rtinchi masala, oldi sotdida haqiqiy summani yashirmaslik. Ba'zi odamlar soliq yoki boshqa xarajatlarni kamaytirish uchun shartnomada past summa ko'rsatishga rozi bo'ladi. Masalan, kvartira aslida 7 million so'mga sotiladi. Lekin hujjatda 400 million deb yoziladi. Bu ikki tomon uchun ham xavfli. Ertaga nizo chiqsa, sotuvchi men faqat hujjatdagi summani oldim deyishi mumkin. Xaridor esa qolgan 300 millionni isbotlashga qiynaladi. Shuning uchun men doim maslahat beraman, rasmiy hujjatdagi summa real kalkulashuvga mos bo'lsin. Birinchi misol, Dilshod aka kvartirasini oyiga 1 million so'mga ijaraga bergan. Ijarachi har oy kartaga pul o'tkazgan. Lekin shartnoma bo'lmagan. 1 yil ichida kartaga 48 million so'm tushgan. Keyin ijarachi 2 oy pul to'lamay chiqib ketgan va uyda ta'mirlashga zarar yetkazgan. Dilshod aka sudga murojaat qilmoqchi bo'lgan edi. Qo'lida aniq shartnoma yo'q. Kartadagi tushum bor, lekin ijara shartlari yozilmagan. Natijada o'z haqini undirish qiyinlashgan. Agar boshdan shartnoma qilinganda ijara puli, depozit, zarar uchun javobgarlik aniq bo'lardi. Ikkinchi misol, Madina opa uyda shirinlik tayyorlab sotgan. Boshida oyga 2-3 million so'm tushum bo'lgan. Keyin mijozlar ko'payib, kartaga oyga 25-30 million so'm tushadigan bo'lgan. U buni oddiy uy ishi deb o'ylagan. Lekin bank ko'p sonli tushumlarni ko'rib, operatsiyalar bo'yicha savol bergan. Madina opa o'z vaqtida o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tganida tushumlarning mazmuni aniq bo'lardi. U ham mijozlarga xotirjam xizmat ko'rsatardi. Uchinchi misol, bir oila o'g'lining nomiga kvartira oldi. Pulni ota-ona berdi, lekin mulk farzand nomiga rasmiylashtirildi. Keyin farzand turmush qurgandan so'ng oilaviy nizo chiqdi. Mulki kimniki degan savol paydo bo'ldi. Ota-ona pulni biz berganmiz dedi, lekin hujjatda egasi farzand. Bunday vaziyatlar juda ko'p uchraydi. Agar mulk kimning mablag' hisobidan olinayotgani va kimning mulki bo'lishi kerakligi oldindan huquqiy maslahat bilan hal qilinganda keyingi nizo kamayardi. To'rtinchi misol. Sardor ismli yigit do'stining iltimosi bilan kartasini berib turgan. Do'sti turli odamlardan pul qabul qilib, keyin naqd qilib olgan. Bir necha oyda karta orqali 300 million so'mdan ortiq pul aylangan. Keyin mijozlardan biri aldanganini aytib shikoyat qilgan. Pul Sardorning kartasiga tushgani uchun birinchi savol Sardorga berilgan. U men bilmaganman dedi, lekin bank harakati uning nomida edi. Shuning uchun karta berish masalasida hech qachon yengil qaror qilmang. Har bir kartaga pul turishi darhol soliq yoki tekshiruv degani emas. Oilaviy yordam, qarz qaytarish, sovg'a, to'y uchun yig'ilgan pul, davolanishga yordam. Bular hayotda bor narsalar. Lekin bu holatlar tijorat daromadiga o'xshab ketmasligi kerak. Agar evimda odamdan har kuni pul tushsa, buni hammasi sovg'a deb tushuntirish qiyin. Agar bir kishi har oy bir xil sanada bir xil summa yuborsa, bu ijaraga o'xshashi mumkin. Qarz masalasida ham ehtiyot bo'ling. Og'zaki qarz ko'p nizolarga sabab bo'ladi. Masalan, siz do'stingizga 3 million so'm berdingiz, u kartaga qaytardi. Keyin bank yoki boshqa organ savol bersa, bu pul nima ekanini ko'rsatish uchun hech bo'lmasa yozma kelishuv, qarz berilgan sana, qaytarish muddati, tomonlarning pasport ma'lumotlari bo'lishi foydali.
katta summalarda notarial tasdiqlash yoki bank orqali izohli o'tkazma yanada yaxshi. Sovg'a masalasida ham chegarani tushunish kerak. Ota-onaning farzandga pul berishi odatiy, lekin katta miqdordagi sovg'alar bo'lsa, hujjatlashtirish foydali. Masalan, ota-ona farzandiga uy olish uchun 400 million so'm berdi. Ertaga farzandning turmush o'rtog'i bilan nizo bo'lsa yoki boshqa savol tug'ilsa, bu pul ota-onaning sovg'asi bo'lganini hujjat bilan ko'rsatish ancha oson. Ko'chmas mulkda yana bir nozik nuqta bor. Meros. Ko'p oilalarda ota yoki ona vafot etgandan keyin u yillar davomida rasmiy meros qilinmaydi. Hamma bir joyda yashab yuraveradi. Keyin kimdir uyini sotmoqchi bo'ladi yoki garovga qo'ymoqchi bo'ladi. Shunda merosxo'rlar soni, ulushlar, roziliklar masalasi chiqadi. Bu jarayon yillar o'tgandan keyin murakkablashadi. Shuning uchun meros masalasini vaqtida rasmiylashtirish kerak. Yana bir muhim nuqta kommunal to'lov va yashovchilar ro'yxati. Ayrim mulklarda eski yashovchilar ro'yxatdan chiqmagan bo'ladi, qarzdorlik qolgan bo'ladi yoki elektr, gaz, suv hisoblagichlarda tafovut chiqadi. Uy sotib olayotganda faqat chiroyli ta'mirga qarab qolmang. Hujjat, qarzdorlik ro'yxat, kadastr, soliq hammasini tekshiring. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, bank kartalaringizdagi tushumlarni ko'zdan kechiring. Oxirgi 6 oy yoki 1 yil ichida qanday pullar tushganini ko'ring. Agar tushumlar oddiy ish haqi, pensiya yoki oilaviy yordam bo'lsa, muammo kam. Agar muntazam mijozlardan pul kelayotgan bo'lsa, faoliyatingizni qonuniylashtirish haqida o'ylang. Ikkinchi qadam, kartangizni hech kimga bermang. Plastik karta, mobil bank, login, paroli, SMS kod, bank ilovasiga kirish ma'lumotlari faqat sizda bo'lsin. Hatto yaqin tanish bo'lsa ham 1-2 kun ishlatib turaman degan gapga rozi bo'lmang. Chunki pul oqimi sizning nomingizda ko'rinadi. Uchinchi qadam, katta pul o'tkazmalarida izoh yozing va hujjat saqlang. Agar qarz bo'lsa, yozma qarz shartnomasi qiling. Agar oldi-sotdi bo'lsa, shartnoma va to'lov hujjatini saqlang. Agar ijara bo'lsa, ijara shartnomasi tuzing. Agar sovg'a bo'lsa, ayniqsa katta summada yozma tasdiq yoki hadya hujjatini ko'rib chiqing. To'rtinchi qadam, ko'chmas mulk hujjatlarini tekshiring. Kadastr pasporti, mulk huquqi hujjati, oldi-sotdi yoki hadya shartnomasi, meros hujjati, soliq qarzdorligi, kommunal qarzlar, garov yoki taqiq bor yo'qligini aniqlang. Buni davlat xizmatlari markazi tegishli onlayn xizmatlar, kadastr organi, soliq ilovasi yoki notarius orqali tekshirish mumkin. 5-qadam. Agar uyingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Shartnomaga ijarachining pasport ma'lumotlarini, ijara summasini, to'lov sanasini, depozit miqdorini, kommunal to'lov tartibini, uydagi jihozlar ro'yxatini kiriting. Ijarachi kirgan paytda uyning holatini rasmga olib qo'yish ham foydali. Bu ishonchsizlik emas, bu normal huquqiy madaniyat. 6-qadam. Uy sotib olayotganda pul manbaini oldindan tayyorlang. Agar pul eski mulk sotuvdan bo'lsa, o'sha shartnomani saqlang. Agar qarindoshlar yordam bergan bo'lsa, pul o'tkazmasini izoh bilan qiling. Agar kredit bo'lsa, bank hujjatlari bor. Agar yillar davomida jamg'argan bo'lsangiz, bank omonatlari, ish haqi tushumlari yoki boshqa dalillar yordam beradi. 7-qadam. Shubhali sxemalardan uzoq turing. Mulkni vaqtincha mening nomimga qilamiz. Kartangdan pul aylantirib turamiz. Notariusda kamroq summa yozamiz. Soliq chiqmasin deb shartnoma qilmaymiz degan takliflar hozir arzimas foyda bergandek ko'rinadi, lekin keyin katta zarar keltiradi. Men bunday holatlarda har doim hujjatli, ochiq va tushunarli yo'lni tanlashni maslahat beraman. 8-qadam, muammo chiqishini kutmang. Agar allaqachon kartangizda ko'p tushumlar bo'lsa, ijarani shartnomasiz olayotgan bo'lsangiz, kadastr hujjatingiz eski bo'lsa, hozir tartibga keltiring. Bank kartasi bloklangandan, soliqdan xat kelgandan yoki xaridor topilganda, hujjat xatosi chiqqandan keyin yugurish ancha qiyin bo'ladi. Karta tushumlari uchun sizga bank ko'chirmasi, pul o'tkazmasi izohi, qarz shartnomasi, xizmat ko'rsatish shartnomasi, ijara shartnomasi, tovar sotilganini tasdiqlovchi hujjat yoki faoliyat maqomini tasdiqlovchi ro'yxatdan o'tish ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulk uchun esa mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, soliq qarzdorligi yo'qligi haqida ma'lumot, kommunal to'lovlar bo'yicha holat. Agar mulk garovda bo'lsa, bank hujjatlari muhim bo'ladi. Agar siz faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, masalan, xizmat ko'rsatsangiz yoki tovar sotsangiz,
Daromadlarni bitta tartibda yuriting. Qaysi mijozdan qancha pul tushdi? Nima uchun tushdi? Qachon bajarildi? Xarajatlar bormi? Bularni oddiy jadvalda ham yozib borish mumkin. Bu nafaqat tekshiruv uchun, balki o'zingizning moliyaviy nazoratingiz uchun ham foydali. Birinchi xato, meniki kichkina summa, hech kim qaramaydi deb o'ylash. Bugun kichkina bo'lgan summa bir yil davomida yig'ilib katta ko'rsatkichga aylanadi. Oyiga 5 million so'm, tushum yiliga 6 million so'm bo'ladi. Oyiga 20 million so'm bo'lsa, yiliga 2,5 million so'm. Bu allaqachon tushuntirish talab qilishi mumkin bo'lgan ko'rsatkich. Ikkinchi xato, qarindoshlar o'rtasida hujjat kerak emas deb hisoblash. Afsuski eng og'ir nizolar ko'pincha yaqinlar o'rtasida chiqadi. Bugun hamma kelishib turgandek ko'rinadi. Ertaga meros, ajrim, qarz, kasallik yoki boshqa vaziyat sabab munosabat o'zgarishi mumkin. Hujjat odamlar bir-biriga ishonmagan uchun emas, kelajakda tushunmovchilik bo'lmasligi uchun kerak. Uchinchi xato, bank kartani biznes kassasi sifatida ishlatish. Agar siz muntazam savdo qilsangiz, buni tartibga soling. Aks holda mijozlar ko'paygani sari xavf ham ko'payadi. Bank uchun kartaga tushayotgan pulning miqdori takrorlanishi, yuboruvchilar soni va operatsiya mazmuni muhim signal bo'lishi mumkin. To'rtinchi xato, ko'chmas mulkni sotib olayotganda faqat narxga qarash. Arzon uy har doim ham foydali emas. Hujjatida muammo bo'lsa, merosxo'rlar roziligi bo'lmasa, garovda bo'lsa, noqonuniy qurilish bo'lsa, soliq yoki kommunal qarzdorlik bo'lsa, keyin bu arzonlik juda qimmatga tushadi. Bugungi ogohlantirishning mazmuni bitta. Bank kartasi va ko'chmas mulk masalasida beparvolik davri tugayapti. Pul qayerdan kelgani, nima uchun kelgani, mulk qanday olingani, ijara qonuniymi, hujjatlar joyidami? Bularning hammasi tobora muhim bo'lib bormoqda. Qonuniy ishlagan, hujjatini tartibli yuritgan odam uchun bu qo'rqinchli emas. Aksincha tartib sizni himoya qiladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq kartalaringizdagi tushumlarni tekshiring. Mulk hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Ijara bo'lsa shartnoma qiling. Katta pul o'tkazmalarida izoh va hujjat saqlang. Kartangizni hech kimga bermang. Shunda keyin bank, soliq, notarius yoki kadastr oldida ortiqcha savollarga duch kelmaysiz. Agar bu mavzu sizga tegishli bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda bank kartasi bo'yicha savol bormi yoki ko'chmas mulk hujjatlari bo'yicha muammo bormi? Fikringizni qoldiring, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida oddiy va amaliy javob berib boraman.